Kenaya, tinchlikmi? Menga yozibsiz, ahvollari og'ir deb. Tinchlaning. Hammasi joyida. Sizga yolg'on gapirdim. Aslida meni ahvolim og'ir. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Nima bo'ldi? Xabaringiz bo'lsa kerak. Akangiz umuman menga qaramayapti. Men sizlar noriylardagi ishga aralashmayman. Meni nega chaqirdingiz? Bilasizmi? Siz menga keraksiz va yoqasiz. Agar men sizga yoqsam, pinhona ko'rishib yursak yaxshi bo'larmidi? Axir sizni chaqirish uchun hamma uxlashini kutgan edim. Hozir bu yerda esa yolg'izmiz. Qani? Ana